Hürmetlik vatandaşlarımızla devamlaştırmamız ikinciliksiyle Prezident Trump Asya ziyareti kişilik hukuk meselesini bir tarafga qayırıp koydu. Mavzulu haber 11. ayının 4. günü BBC'nin Xitay tili programımızdan boşun torbeti köçürüldü. Haberde mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump bu vazifege o'ltirib, tunji qatam bir qancha Osiyo davlatiga ziyoratga chiqadi. Soda tashqi diplomatiya masalalaridan boshqa Prezident Trump Osiyo davlat rahbarlari bilan ko'rishganda bu davlatlarda mavjud bo'lib turgan kishilik huquq masalasini eg'izga olmadi. Prezident Trump Filipin'de Reuters keçirenler Prezident Trump Filipin'de Dotter Prezident bilen görüşkende Prezident Dotter'ın Filipin'de apyin sorusu bilen şug'ullanan kişilerge qattiq zarb berganligini muhokama qildi. Kişilik huquq tashkilotlari Prezident Dotter'ning saqchi tarafdan tuzuk savol so'roq qilmagan ahvol ostida gumon qilganlik kishilarni etib o'ldirishga ruxsat qilganligi sababli nurg'ulg'on gunohsiz kishilarning chetilib o'ldirilganligini xabar qilishgan edi. Tanqid qilishgan edi. Shangangda burulla türmeden qo'yib berilgan lekin yana so'roq qilishni kutib turgan Shangang Xalq irodasi partiyasining kotibi Huang Jifeng mundaq dedi. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilganda faqat savdo tijorat masalasini o'ylashib, kishilik huquqqa sal qaramaslikni umid qilaman, dedi va Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarining Jungo andisining Osiyoga qanday tahdid paydo qilayotganligiga ko'ngil bo'lishga murojaat qildi. Aksaray'nın bir nefer sabık amaldari hem bazı g'arb davlatlar amaldorlari şunun diqqat qildi ki Amerikada Prezident Trump ve vazifege o'ltirgandan keyin nurg'un Osiyo davlatlari kishilik huquq bo'yicha besim ishlatish azayib ketdi. Amerika afzal Prezident Trump prezident bo'lib saylangandan keyin Amerika afzal siyosetini qo'llashdi. Reuters agentliği Aksaray əməldarlarının bayanatı arqılıq mundaq düşəndirdi. Amerika ittifaqdaşlarının və başqa Amerika üçün strategik əhmiyyəti olan dövlətlərinin kişilik hüquq əhvalı doğrusu toxtalğanda ehtiyatçan boludur. Biroq Aksaray'nın Asiya işleri sabıq moderi Ivan Madris, Prezident Obama davrligi Ivan Madris mundaq ko'rsatdi. Amerika davlat bexatarligi va iqtisod manfaatini qo'g'lashgan chaqda boshqa davlatlarning kishilik huquq ahvoliga diqqat qiladi. Ikki holliq voqeaning o'ttirisi to'qinish yo'q. U yana tanqid qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati bir qadar tuvan fikr qilish shaklida kishilik huquq masalalariga taqobil turdi. Ko'rdingizmi? Ivan Madris deydi. Prezident Trump kishilik huquq ko'ngil bo'ladi, balki shakil tuvarak bo'lishi mumkin deydi. Tahlilchilar shunga diqqat qildiki, Prezident Trump Filipinda apyinchilarni tozalash va Bermada yuz bergan Loxiang millati masalasida ochiq oshkor tanqid qilish oz bo'ldi deydi. Prezident Trump hukumati boshqa davlatlarning jumladan Chavshan va Venezuela'dek Amerikaning dushmani deb qaralgan davlatlarda kishilik huquq ahvoliga davomli inkas qaytardi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turishliq vakili Nikki Haley Prezident Trump hukumatining ishida boshqa davlatlarning kishilik huquq ahvoli to'g'risida davomli inkas qaytargan yuqori darajalik amaldor. O Amerika davlatlarini ziyorat qilganda siyosat bilan insonparvarlik masalasi kuch chiqarishni talab qildi. Prezident Trumpning davlat bexatarlik maslahatchisi McMaster Prezident Trump Osiyo davlatini ziyorat qilganda kishilik huquq masalasini eg'izga olmaydi degan masalani inkor qilib, Prezident Trump hukumati erkinlik va shaxsiy huquqning muhimligini ta'kidlaydi va ilgari suradi deb ko'rsatdi.
Prezident Trump boshqa davlatlar bilan munosabatlarni bartaraf qilganda bu ishni jim bartaraf qiladi kishilik huquqni. Shuningla keyingi 10 yil ichida BBC'ning Xitoy til programmasi apandilar vatandoshlar bu ko'proq Xitoyga mayilroq gap qiladigan BBC bo'lib qoldi. Shunga BBC mush munosabatlar o'zining inovatini to'kib oldi. Mavzuni qo'yibdi nima deydi? Prezident Trump Beijingda kishilik huquq to'g'riliq so'zlamaydi deb. Lekin oxirida navbatdagi prezidentning bexatarlik ishlari bo'yicha maslahatchisi McMaster nima deydi? Lekin tuvan darajada tuvan shaklda fikr qilish mumkin, ammo prezident Trump hargiz kishilik huquqni tashlab qo'ydigan ishni qilmaydi deydi. Ana ustiga sobiq prezident Obama davridagi Ivan Madris nima deydi? Amerika prezidenti kishilik huquq masalasida eg'iz olmaydi desa, bu mumkin bo'lmaydigan ish deb tanqid qilyapti. Nima ishqa BBC yuqoridagi mavzu qo'ydi?